Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan 3D aboylar haqida gaplashamiz. 3D deganimiz sababi o'zi bo'rtib chiqqan ma'noni berar ekan. Juda insonga foydali, oila uchun ham foydali, tozaligi uchun ham foydali, har tomonlama qulay. Keyin birorta bir ustani chaqirib, bunga pul sarflab, hozirgi bilasizlar, usta misol haqqini mahsulotga puli bor, usta haqqiga puli yo'q insonlar uchun ham juda foydali bo'lgan aboy hisoblanar ekan. Bu aboyimiz, iltimos like bosinglar, obuna bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Kommentariyada bu aboyni qayerdan olishingizni, qayerdan qilishligini ko'rsatib o'taman. Faqat endi hozir uydagi o'zim yasaganligim uchun, o'zim yopishtirganim uchun namuna sifatida, tavsiya sifatida sizlarga tavsiya qilyapman. İnsanlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qarang. Buni mana kliyonka, orqasi klionkani o'zi, mana yopishqoq kliyonka, mana bunday qilib ajraydi. Mana ajraydi, buni yopishqoq material. Bu yopishqoqlikda mana xolisona men tavsiya sifatida aytyapman xolos. Bu uyimiz oqlangan, shunchaki shishka turkani o'ziga oqlangan oq holatda edi. Oldingi holati. Endi bu holatda qanaqa qildi desangiz, oddiy qanaqangi o'sha qaysi firmani bo'lsa ham, qanaqangi firma bo'lsa ham, bunaqa kleylar bor, aboy kleylar bor. O'zlar bilasizlar. Endi batafsil sotish joyini men sizlarga ko'rsatib o'taman. Keyingi videolarimizda qo'yib boraman buni. Bitta narsaki, qanaqangi kley bo'lsa ham o'sha devorning ustidan bo'yaladi. Iloji boricha qo'yiqroq qilib, o'sha kleyni o'zida bo'yaganlaring ma'qulroq. Hop, buni choki bo'ladi. Choki qanaqa desalaring, har bitta chok bo'limi mashina bo'limdan bo'ladi, uzun bo'ladi. Bo'yi o'sha 2,5 ga moslangan bo'ladi. Qo'lni bo'shayib bo'lib. Bu endi ortgan bo'lakcha sizlarga misol qilib keltiryapman. Yana shunchalik mana shu hop biriga 2,5 bo'ladi. Mana 1 metr, mana qo'lim bilan ham ko'rsatib nima qilyapman. Mana qarishlar ham beraveraman. Qarishim 23. 1 2 3 4 mana 5 chiqyapti, 1 metr. Yana 1 metr, bo'yi 2,5 metr bo'ladi. Bemalol o'sha mos bo'ladi. Endi buni moslashlik uchun mana yerda choki bor. Namuna sifatida sizlarga mana choki bo'ladi, yaqin olib keling mana. Bunaqangi choki bo'ladi. Mana bunaqangi joylashadi. Endi biroz ochiq joyini, mos kelmagan joyini sizlarga ko'rsatyapman, misol qilib, lekin chokma-chok qo'yib, chiroyli qilib ishlasa bo'ladi. Men hali shashilinchda qilganligim sababli, birinchi marta qilganligim sababli sizlarga ko'rsatib nima qilyapman. Buni orqasi oddiy devor. Buni foydali tarafi shundaki, bu narsa yosh bolalari bo'lgan xonadonlarga juda mos. Yosh bolalari bo'lgan xonadonga juda mos. Yugurib kelib, boshini urgan taqdirda ham urgan hech qanaqa nima bo'lmaydi. Ortiq shikastlik bo'lmaydi. Juda bolalar uchun ham foydali. Mana urganda ham, kallasini urib olsa ham hech qanaqangi ortiqcha zararlarsiz bo'ladi. Bolalarning birinchidan sog'lig'i uchun foydali. Hatto shikastdan nima bo'ladi. Endi olishlikda ikki yondan yopishtirishlikda, hop kleyni surka bo'ldik, qonli kleyni surka bo'ldik. Buni misol agar xohlasalar ham bir kun surkab turishni, surkab turib, bir kun qo'yib qo'yinglar. Qurib olgandan keyin, qaysi mahal bo'lsa ham qurib olgandan keyin o'sha har bitta nimasini qaychida qiyib chiqiladi. Qaychida qiyib chiqib, har bitta ortiqcha joylarini olib tashlab, mana bunaqa joylar. Bu ortiqcha joy emas aslida, bu ham ishlaydi. Devorlarda mana bu foto ko'rsataymi? Bunaqa joylarga, ortiqcha bunaqa joylarga yopishtirib olsa bemalol bo'ladi. Mana bu tomondan ko'rsataymi? Mana bu tomonlarni ko'rsating. Ha. Mana shunaqangi qilib, mana shu holatlarda bunday yopishtirsa, mana shu ponni laqtaylarda qilingan, ponni yarim tanki laqtayda qilingan. Endi juda oddiy usul. Mana shu holat o'zi katagini ajratib ham qo'ygan. Yana bir qator buni ranglarini, nimalarini o'sha xozmaydi o'ziga borib, men bir qator yana video qilaman sizlarga. Juda lekin tavsiya qiladigan foydali ishlardan bittasi. Misol deylik, o'zingiz misol oilaviy qilib qo'ysangiz ham bemalol bo'laveradi. Men o'zim qizlarim bilan oilaviy qilib chiqib, bemalol o'sha yopishtirib chiqdik. Hech qanaqangi mana hop yaqin 1 yilgacha bo'ldi. Buni o'zi ilgariroq video qilaman dedim. Faqat o'zimda sinab ko'rib, birinchi o'sha xonadonga yopishtirib, sinab ko'rganimdan keyin video qilaman deb bemalol sinovdan o'tdi. Mana shu joylashganiga 1 yil bo'ldi. Qarangki, mana qimmillagan yo'q, hech qanaqangi nima deydi, kirdi chiqdilari ham bo'lmadi. Juda oddiy, sodda usulda qilingan. Общий dizayn ko'rganda juda chiroyli va bejirim chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, iltimos like bosinglar, telefon raqamlarimni yozib qo'yaman, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Keyin yana bitta narsa, eng muhim narsasi, narxi mana shu hop 3,5 ga 3 xona, 3,5 ga 3 xona. Общий summasi
o'sha paytda hozirgi $100 ga bitgan, $100 xarajat qilganman, $100. O'sha 1.100.000 mingga o'sha mana aboyni sotib olganman. Qolganiga kile-pile o'shaqa nimalari bilan o'sha 3.5 ga 4 xona bitgan. Agarda eshiklarda hisobi bitta hisobga olinganda, aytib o'sha 4 ga 4 joyda 1.5 million so'mga bemalol 1.5 million so'm va 2 million so'mga hali ortiqchasi bilan bitirib olsangiz bo'ladi. Hali eshikni kirdi chiqdilariga yopishtirishingiz bor. O'sha taraflariga ham bemalol yopishtirsa bo'ladi. Buni yana bitta narsa, hammomga ham foydalansangiz bo'ladi. Ili boshqa holatlarda ham juda yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.